Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Aito M5 avtomobili. Ushbu gibrid crossoverimizni o'z ichida dinamika, texnologiya va katta bosib o'tish masofasini jamlaydi. Bugun ushbu avtomobilni salonini, xarakteristikalarini va kimga to'g'ri kelishini ko'rib chiqamiz va albattaki yo'lda ham tekshirib ko'ramiz. Va eng muhimi, ushbu avtomobilni test drive'ga yozilib o'zingiz ham haydab ko'rishingiz mumkin. Plug-in gibrid tizimi Aito M5 avtomobilimizda 1,5 litrli turbina bilan jihozlangan benzin dvigateli o'rnatilgan va undan tashqari ikkita elektromotori ham bor. Hammasi birgalikda 496 ta ot kuchini chiqarib beradi. Dinamika va razgonlari xuddi sportkardagi. Agar ushbu avtomobilning top-boy komplektatsiyasi qo'lingizga tushib qolsa, 0 dan 100 gacha atiga to'g'ri 6 sekundda chiqsangiz bo'ladi. Bu BMW X5 X-Drive 46i dan tezroq, lekin 2 barobar arzonroq. Mashinaning gabaritlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 4 metr 77 sm, eniga 1 metr 93 sm va bo'yi 1 metr 62 sm. Shuna qilib ushbu avtomobilimizni gabarit bo'yicha Toyota RAV4 avtomobilidan sal kattaroq va BMW X5 bilan deyarli teng. Ushbu avtomobilimizning eng qiziq joyi shundaki, to'liq bakda va to'liq zaryadkada 1200 kilometrgacha bemalol yurishingiz mumkin. Misol uchun Tesla elektromobillari bitta zaryadkada 500-600 kilometr yurib bera oladi. Bu yoqda esa har doim benzin generatori sizni strafovkada ushlab turadi. Ushbu avtomobilimizning yana bitta qulay tomoni, albatta tez quvvatlash tizimi mavjud. 380 voltda 0 dan 80% gacha atigi yarim soatda to'ldirib beradi. Shum izolyatsiya bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu mashinamizda xuddi luks avtomobillaridagi tovushaq otish texnologiyasi juda ham a'lo darajada ishlangan. Hozir mana 40 km/soatga skorostiga chiqdik va deyarli yo'l ovozi ham eshitilmayapti va eng muhimi halovoy eshitilmayapti. Qanaqadir toshlar, har xil tovushlar ular salonga kirib sizni asabingizni o'ynamaydi. Endi bitta qiziq savol. Ushbu avtomobilimiz kimga to'g'ri keladi? Agar siz biznesmen bo'lib, mashinangizni juda ham chiroyli, status beradigan va komfortni ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu avtomobil aniq siz uchun. Ikkinchisi, agar siz uzoq sayohatlarni, uzoq safarlarni yaxshi ko'rsangiz, ushbu avtomobil sizga to'g'ri keladi. Chunki aytganimizdek, общий zapas xodi 1200 kilometrgacha va ozgina hisoblab ko'rdik, Toshkentdan Samarqandgacha 4 marta borib kelsa bo'lar ekan. Qizig'i, obzorimizni boshida bekorga dinamika haqida gaplashmadik, chunki bu avtomobilimizda rostdan ham dinamika bor. Gaz pedalini bosganingizda reaksiyasi juda ham yaxshi. Va obgon qilayotganingizda aniq hech qayerda qolib ketmaysiz. Esingizda bo'lsa, dinamikadan tashqari texnologiyalar haqida gaplashgandik va ushbu avtomobilda hozir rivojlanayotgan adaptivniy kruiz kontrol, avtoparkovka tizimlari va polosa ushlash tizimlari ham mavjud. Faqat ular hammasi master account ochilgandan keyin mavjud bo'ladi. Ushbu avtomobilda polosa ushlash tizimi juda ham yaxshi ishlaydi va yo'lda ketayotganingizda mashinani o'zi ozgina rulni boshqarib turadi. Alohida avtoparkovka funksiyasini tegib o'tib ketmoqchimiz. Parkovkaga kelganingizda bir dona tugmani bossangiz, o'sha yetadi. Mashinani o'zi spokойно kerakli joyga kirib ketib, parkovka qilib beradi. Xo'sh, mashinani ozgina haydadik, endi kelaylik interyerni to'liq ko'rib chiqamiz. Endi salon qismiga o'tamiz. Ushbu avtomobilda taqdim etilgan premium texnologiyaga boy salon haydayotganingizda komfort va quvonch ta'minlab beradi. Interyerimiz zamonaviy minimalist stilida ishlangan. Ichkarida tugmalar soni juda ham kam. Shuning hisobiga avtomobil bilan muloqotimiz ancha yengillashadi va ichkarida kenglik seziladi. Ushbu avtomobilimizning saloni deyarli butunlay yuqori sifatli nappa teksturali ekokojadan ishlangan. Va shuni hisobiga butun salonimiz juda ham yoqimli va elegantli seziladi. Priborniy panel sifatida 14 dyumli ekran,
va ushbu ekranda yuqori sifatda hamma kerakli ma'lumot ko'rsatiladi. Harmony OS funksiyasiga ega 15.6 dyuymli glavniy ekran haydovchiga hamma funksiyalarga tez dostуп va tushunarli interfeys ta'minlab beradi. Huawei Sound Premium akustika tizimi butun mashina bo'ylab 19 ta dinamik o'rnatilgan. Mazza qilib ashula eshitgashingiz mumkin. Salonimizdagi oldingi qator o'rindiqlar ventilyatsiya, massaj va podogrev tizimlari bilan jihozlangan. O'rindiqlarning orqa qatorida esa faqatgina isitish tizimi mavjud. Lekin bunaqa kenglikda bu narsaga ko'z yumsak bo'ladi. Katta panorama tom salonimizni anchagina yoritib beradi va bor shinamlikni yana ham kattalashtirib beradi. Aromatizatorga ega 2 zonali klimat kontrol tizimi har bitta passajirga alohida ideal haroratni yaratib berishi umuman muammo ko'rmaydi. Va albatta ushbu zamonaviy avtomobilni xavfsiz va shubhasiz boshqarish uchun 360 kamera tizimi o'rnatilgan. Aito M5 avtomobilimizni o'z ichida premium materiallar, zamonaviy texnologiyalar va yuqori komfort darajasini jamlab, har bitta sayohatingizni yoqimli va xavfsiz qilib beradi. Endi qisqa qilib xulosamizni chiqaramiz. Ushbu avtomobilning komfort darajasi juda ham baland. Katta skorostda yurganingizda ham shumoizolyatsiya juda ham yaxshi ishlanganligi uchun hech qanaqa diskomfort sezmaysiz. Eng muhimi, mashinaning yurishi juda ham yumshoq va undan tashqari har xil funksiyalarga ega. Shunaqa qilib ushbu avtomobilni rostdan ham komfortli va texnologik avtomobil deb ayta olamiz. Agar sizga Aito M5 avtomobili yoqqan bo'lsa, siz uni test drive'da sinab ko'rishingiz mumkin. Ushbu nomer orqali yoki Instagram sahifamiz orqali biz bilan bog'laning. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, like qo'yishni va obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.